Bitcoin yana ko'tarilishni boshlayapti. Bir antiqa tushdi, lekin urushning ta'siri juda katta bo'lyaptimi? Endi birdaniga ko'tarilib ketishi aniq bu. Shuning uchun 70.480 ga qo'yib, xullas sotamiz. Bugun ko'tarilishi aniq buni. 100% ko'tariladi. 100 ga 100 ko'tariladi aniq. Sotamiz. Ikkita sotuvga qo'ydik. Bugun ko'tarilishi aniq buni. Negaki mana o'tgan haftaliga nimasiga qaraganda ancha pasaygan. Shuni hisobiga yana o'z holiga qaytish umidimiz bor. Sog' bo'lasizlar. Bittadan like bosib, podpiska qilib qo'ysalaring, bundan-da yana yaxshiroq nimalarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Omon bo'linglar.